Shoshilinch xabar. Farg'onada nimalar bo'layapti o'zi? Farg'ona viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining yashirin guruhi fosh etildi. Bu haqida Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Qo'qon shahrida yashovchi 62-yilda tug'ilgan muqaddam Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zo bo'lib, Jinoyat kodeksining 159, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244/1 jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish hamda 244/2 moddalari diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgani uchun 2000-2019 yillarda ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tagan shaxs 1965-1971 yillar oralig'ida tug'ilgan 4 nafar fuqaroni jalb qilgan holatda noqonuniy guruh tuzgan. Shuningdek, Telegram messenjerlaridagi yopiq kanalga a'zo bo'lib, unda Hizbut Tahrirga tegishli materiallar bilan muntazam tanishib borilgan. Bildirilishicha, hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 159, 244/1, 244/2 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qashqadaryoda jihodchilar oqimining 8 nafar a'zosi 6 yildan 10 yil, 6 oygacha ozodlikdan mahrum etilganda, guruh a'zolari o'z yashash xonadonlarida yig'ilishlar o'tkazib, xalifalik davlati barpo etish masalalarini muhokama qilishgan.